Bugun karis qaynonamni kayfiyatlari yo'qligi uchun yuring piknikka borib maza qilib dardlashib kelamiz desam, xuddi kutib turgandek birpas yuzlarini yuvib tayyor bo'ldilar. 조금이야? 이 정도면 돼. 아이고 내가 조금 덜 먹을게 그럼. 됐지? 이 정도면 되지 뭘 김밥에 뭘. 아 다 녹게 꽉 채운다고. 아 진짜 욕심은. 진하지 않아서. 안 친해요. Qayqongido qayqon. 사오고야지. Ishonuvinglar yetvachchamiz yosh bolaga o'xshab judayam e'tibor talabchan. Ayniqsa sovunib ko'tarib ko'chaga chiqamiz desak, meni ham olib ketinglar deb rosa janjal qiladi. Sovi erkak kishini judayam yaxshi ko'radi, shuning uchun har doim erkak kishini ko'rsa yoniga borib qarab turaveradi. Balki dadasini ko'rmaganligi uchun shunaqa erkak kishini ko'rsa hayron bo'lsa kerak. Qaynonam Sovi bilan yetvachchamizga shunaqa arava olibdi, ikkalasini birga o'tirg'izib aylantirgani olib chiqqani. Mana Idol gruppasini taniganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboringlar. Koreyada kofeni judayam yaxshi ko'rishadi, shuning uchun har 1 metrda kofe shoplar juda ham ko'p. Kimga maza, yetvachchamizga mazada.